Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bizlar obyektga keldik. Mashalloh. Mashikacha keldik paka. Birodarlar xizmat qilyapti. Bugun pasport obyektga qo'yilyapti. Bugun bolalar dam olishyapti, воскресенье kuni. Inshaalloh ertaga chiqib tam продолжать qiladi. Trombovkani boshlaganmiz. Уже biroz sloyni qilib qo'ydim. Mana shuni tan 2 metrcha ko'tarilib, tam trombovat etib, maytda turgan tuproqni to'g'ri tushirib, maytda trombovat qilamiz. Hamma qo'ldan kelgancha xizmat qilyapti. Qo'shnilar suv beryapti, mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Mana birodarlar pasport obyektini qilib tayyorlab kelib, betonni quyyapti ostiga. Hamma qo'ldan kelgancha xizmat qilyapti. Sizlar ham chetda qolib ketmanglar. Ularga hali ish endi boshlandi, hali qilinadigan narsalar juda ham ko'p. Pul bilan mana shu videolarimizni repost qilib, ko'proq yerga tarqatib, bu qilinayotgan ish faqat kundalik sadaqani ishi emas, bu shaharni g'amini o'ylab qilinayotgan ish. Shuning uchun chetda qolib ketmanglar, birgalikda qilaylik. Kuch birlikda deydi. Hammamiz bir bo'lsak, tez bitiramiz inshaalloh.